Ramazon eshik qoqib kelyapti sekin-sekin. Ramazon yetib keldik eshigingizga. Qo'chqordek o'g'il bersin beshigingizga. O'chog'ida pul, karmonda pul. Kela qoling, jon hoji umra safariga. Hazil tariqasida aytilgan Ramazondagi bu she'rlarimiz yoshlik paytimizda juda ham yaxshi ko'rardik Ramazonni yetishi. Lekin yoshimiz katta bo'lgandan keyin ancha esimizdan chiqib qolibdi. Olib chiqing, cho'mchagingizga solib chiqing, cho'mchagingizga sig'masa, tog'oringizga solib chiqing deb hoji onalarimizga hazil qilardik. Keyin bor narsaligini olib chiqishardi. Yoshimiz ulg'ayib, endi Allohning yo'lida umra safariga taklif qilyapmiz odamlarni. Kelinglar umraga. Qo'rqmang umraga kelishdan. Nega qo'rqasiz? Hattoki 5 vaqt namoz o'qimasangiz ham shu yerga kelib astoydil niyat qilsangiz o'rganasiz. O'zimiz qo'limizdan kelgancha sizni o'rgatamiz. Agarda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarini qatorida sizni bo'lishingizni xohlab turgan bo'lsa, 5 vaqt namozni ham o'zi o'rgatib qo'yadi shaq kelganingizda. Ka'baga kelib 5 vaqt namoz o'qimasdan kelishi iloji yo'q deb yurgan odam adashadi. Alloh nusratni shu yerga kelganingizda berishi mumkin sizga. Ka'baga kelib astoydil 5 vaqt namoz o'qiydigan insonlarning qatorida bo'lib qolishingiz mumkin. Ka'baga kelishdan qo'rqmang, hojona, hojdoda. Nimadan qo'rqing bilasizmi? Alloh nazardan qolib ketishdan. Lekin Alloh sizni o'z baytiga chorlab turibdimi? Imkoniyatingiz bormi? Otlaning. Ish tugamaydi bu dunyoda hech qachon. Kimning ishi tugabdi menga ko'rsating. Hattoki kecha reja qilgan insonlarni ham Azroil rejasidan qochib qutulisha olmadi. Lekin ularning ishi qolib ketdi, Azroil ishini bitirdi. O'shanda joningiz omonmi? O'zingiz uchun zaxira qilib bir marta bo'lsa umra safariga chiqib qo'ying. Inshaalloh bir kun kelib yaxshi ham shu ish qilman deysiz. Chunki bu yoshlikda qilingan ibodat, mashaqqat qariganingizda qiynalib bo'ta tavoflarga erinchoqlik qilganingizdan ko'ra, yoshlik paytingizda Safo va Marvada, Ka'bani atrofida tavoflarni yugurib qilishga nima yetsin? Chunki Alloh bandasini yoshlik paytida qilingan ibodatini yaxshi ko'radi. Chunki qariganingizda nima ham qilardingiz? Allohning huzuriga ketishingizni bilganingizdan keyin barshotga kelishga intilasiz. Lekin yoshlikda Alloh deng, Allohim o'zi sizga g'ariblikni bermaydi. Butun umr o'zi ikki dunyoda aziz qiladi. Bundan ortiq baxt bormi sizga? Kutib qolamiz. Ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilganini savobini olaman siz. Ramazon oyiga taklif qilib qolamiz sizdan. Narxlarimiz ham hamyonbop, gastinisalarimiz ham juda ham mamlakat orqadagi gastinitsa bo'lmasa ham sharoitlari joyida. Umra, haj mashaqqat degani, komfort emas. Komfortga keling, mayli, ota-onangizga yaxshisini olib boring. Lekin ozgina mashaqqat ko'rsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Chunki bu mashaqqat gunohlaringizga kafora bo'ladi. Sizni kutib qolamiz. Ramazonning oxirgi 10 kunligidan to boshigacha o'zimiz xizmatingizdamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umar Makka.